Ben oldu usta İnemarka. bo'lganman. O'sha fasad ishlarini, mineralka hozirgan travertin ishlarini qilganman-da. Kecha bitta mebel kompaniya reklama qilgani borsam, "Aka" dedi, "Siz shu 15 yil oldin meni uyimda ishlagansiz" dedi. Qanaqa? U odam rosa zo'r esladi. Chunki ovqatlarni zo'r qilib berardi, uyimizda ovqatlarni qilib berardi. Shunday eslab qo'ygan. Sergelida ko'rganman. Ya'ni Sergelida kontentlaringizda Inamarka haydar endi ana qotgan paytlarida ko'rganman. Inamarka haydar Nodirxo'jaga ham qurilishga o'tib ketdingiz, aka, qurilish ko'rgazmasi. Nima qilasiz, aka? Bu ham Hojakalon temasi, qurilish. Inamarka uylarga o'tib ketdingiz, endi qurilishga aralashmaysiz. Mashallah, o'z temasi. Kafilchi ishlatganmisiz? Kafilchimi? Ishlatganman. Yaxshi qilganmi? Ko'ngilliydi. Qimmatroq qilgan, zo'r qilgan. Hozir qimmatli zo'r qiladi Alloh. Lekin chiroyli chiqqan. Baraka toping. Sizning savolingiz nima edi? Endi aka, malyarni ishlatganmisiz uyingizda, malyar? Ishlatganman. Yo'q, unaqa qiyin malarni ishlatmaganman, aka. Rosta oqlak, ko'klak, ana emusa qilma shunaqa ishlatganman. Jaydaricha. Ha, oddiy. Qiyinini ishlatishga qo'rqaman ustalar. Adashmasam 1 yil oldin, 2 yil oldin otlarni men, ana boy aka Ferrari'da yuradigan brat. Dilshod aka? Yo'q. Ferrari'ga olganlarmi? Ana mo'ylovli brat. Yo'q, Sanjik aka. Ha, Sanjik. Sanjik karzgor-ku. O'sha aka bilan mana shu qatladadin, mana shu oluvdingiz. Ya'ni O'zbekistonda O'shaning Bramor ustasini yaxshi bo'lsa, iltimos aloqaga chiqinglar. ham silikonli qiziqyapsiz. Ishingiz bormi, aka? Yo'q, o'zi nima narsa ekan bu deb. Men tanimayman. Verufix silikonlanishadi, aka. Usta? Ana basseldan tiyda yamab tashlashadi, nimadirlar Ha, qilishadi. shunaqalari ham bor. Suv ishlaydiganlari bor. Aka charcha. Hojaga? Bir tarixdan keldik. Jigar, obuna. Jigarga obuna bo'lib qo'yasizlar. Bizga ham obuna bo'lib qo'yasizlar. Charchamaydi.